Assalamu alaikum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı və Xalqaralıq Kişilik Hüquq Təşkilatları Avropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasida imzolanğan məbləğ silish kelishimidan qattiq əfsuslanğanlığını ifoda qilish bilan birga, Avropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikqa və Avropa parlamentinin a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirdi. Avropa İttifaqı bilan Xitoy 7 yildan beri suhbat elib berayotgan məbləğ silish kelishimida o'tgan yili 30 dekabr kuni o'rtaq fikr hosil qilgan. Germaniya bosh ministri va Yevropa birligining raisi Angela Merkel, Yevropa komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen qatorliqlar shu kuni Xitoy kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping bilan o'rtaq to'y yig'ini o'tkazib, mazkur kelishimda ikki tarafning o'rtaq fikr hosil qilganligini e'lon qilgan edi. Mazkur kelishim bu yilning o'ttirlarida Yevropa parlamentining rasmiy ma'qullanishiga suniladi. Yevropa İttifaqının bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, garchi Xitoy Xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash to'g'risidagi ahdnomasiga amal qiladiganligiga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Xalqaralıq Kishilik Huquq Tashkilotlarining bildirishicha, kommunist Xitoy hokimiyati hech bir zaman va'dasida turgan emas. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jazo lageri tuzumi va majburiy emgak tuzumi hozirmi ham jiddiy davom qilayotgan bir ahvol ostida yana yuqorqi kelishimning imzolanishi Yevropa birligining prinsiplariga va qimmat qarashiga tubdan xilof bir harakat bo'libla qolmasdan, ya'ni Yevropa parlamenti tarafidan o'tgan yili 17 dekabr e'lingan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish haqidagi qarorigami tubdan zid bir harakatdan iborat. Şunu bu kelishimda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini darhol amaldan qoldirishi lozimligi oldingi shart qilinishi kerak. Ularning bildirishicha kelishimda Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini bekor qilishga oid aniq bir mexanizm yo'q bo'lib, ular kelishim Yevropa parlamentida ovozga qo'yilganda parlament a'zolarini uningga jiddiy inkos qaytarishini umid qiladiganligini ifoda qilishdi. Ba'zi g'arb matbuotlari bo'lsa Yevropa ittifoqini bu kelishimni imzolashda oldiroqsonlik qilish bilan ayblab kelmoqda va buning savdo manfaatlari insonlarning haq-huquqlaridan ustun turadi deydigan xato signalni berib qo'yayotganligini bildirishmoqda. Bu munosabat bilan 3 yanvar kuni Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Yevropadagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari bilan jiddiy to'y yig'ini o'tkazib, yuqorqi kelishimning Yevropa parlamentida ma'qullanishining oldini olish va bu kelishimning Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyatini, bo'libmi Xitoyning Uyg'urlarga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini ko'zda tutgan holda qaytadan ko'zdan kechirilishini qo'lga keltirish uchun Yevropa miqyosida elib beriladigan faoliyatlar haqida konkret o'rinlashtirish elib bordi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi yig'inda Uyg'urlar nomidan Yevropa parlamentiga, Yevropa komissiyoniga, Yevropa parlamentining barliq a'zolariga, shundaqli Yevropa birligiga a'zo 27 davlatning hukumat va parlamentlariga jiddiy murojaatnoma va talab xati yo'llash, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Yevropa matbuotlarini harakatga keltirib, ular orqali Yevropa parlamentiga besim shakllantirish haqida o'rtaq qaror elindi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida o'rtaq fikrga kelingan mablag' selish anglashmasining orqa ko'rinishi haqida o'zining qarashlarini o'ttirg'a qo'yib, mundaq dedi. Bütün bu ahvollar tabii Avrupa'da, G'arbda Sharq Turkiston faoliyatiga bir manfiy ahvol yaratgan bo'ldi. Bu kelishimdan bir hafta avval Sharq Turkistonda majburiy xizmat va 21-asrda qanday bir qulluq bo'ladi deb tanqid qilyotdi va buni javob Xitoy to'g'ri bir javob bermaguncha buni imzo qilmaymiz deb so'zlayotgandi. Ammo hozir imzolashgan bo'ldi. Xitoy mushu imzo bilan birlikda Yevropadagi Uyg'ur faoliyatlarini, Sharq Turkiston faoliyatlarini bir seviyede to'salaydigan bir nuqtaga kelgan bo'ldi. Bunda bir paytda Sharq Turkistonliklar qanday qarash lozim bu masalaga deganda hamda mening shaxsiy ko'rishim hamda bu kelishim imzolashga qaror berdi. Buni nurg'un 27 davlatda o'zining meclisinde karar çıkış lazım. Avrupa parlamentosunda bir karar çıkış lazım. Onundan kim bir kanun bulup icraat kılışga başlaydı. Buna bazı mutaxassislarning tushuntirishilar bu 2022 yiligacha devam qiladi deydi. Demek ki bir zaman vakit var. Bu zaman vakitning ichida Sharq Turkiston tashkilotlari nurg'un ishlarni qilalaydigan
bo'lalaydı. Misalga Avrupa devletleri, bazı devletlerinin ki parlamentosuga, Avrupa Birliği'nin parlamentosuga lobicilik faaliyeti bile bunu tosaş ya tosamısıma bir güçünü yaratkan bir inkasını bildirgen ve Avrupa milletvekilleriga ya da Avrupa halkının semige Uygur meselesi deganini sep koygan boludu. İkincisi bu Avrupa halkı için, bütün gariplikler için kıymet kararışları mühim. Eğer de kıymet kararışları bolmagan bolsa, gariplikler gariplik bolamaydı. Şununla Xitay bile bir cetten ticaretini ilip bağanda, iqtisadi hamkorliklarni ilip bağan vaqtida bu özününki kıymet kararışlarıma ehmiyet berdi. Şununla bu ehmiyet berişime yani bizninki hakkımızını, bizninki davamızını qoqdaydigan bir imkanı var degan gapim. Üçüncüsü bu mesele Amerika'nı rahatsız kılgandek Amerika taraftan hareket kılıp Avrupa Birliği bizim turupma yana hakkımızını qoqdayalaydigan bir noktaga kelgili bulduk. Bir toluk bolmasıma bir kısmını bunda kığıl boldu. Dördüncüsü bolsa yanı şu menfi ahvaldan Avrupa teşkilatlarını birlikte hareketke saldıgan ve şundakla koordina ve hamkarlık kıldıgan işlerini birlikte kıldıgan bir fırsatni, bir imkanıma yaratkan oldu. Eğer de bu imkan payda bolsa Avrupa'daki tesiri yani davanın tesiri texma güçlük bulalaydı. Şununla her kanda bir kıyınçılıkta bir onaylık yolu bolgandek her menfi bir ahvalda müsbet bir ahvalını yaratqılı buludu. Dünya Uyghur Qurultayı başçılığındaki her qaysı Uyghur teşkilatlarının Türkiye bilen Xitay o'ttirisida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Türkiye parlamenti tarafidan rad qilinishini talab qilib boshlatgan tashviqot kampaniyasi chet el matbuotlarida bo'libmi Türk matbuotlarida kuchlik ta'sir qo'zg'adi. Dünya Uyghur Qurultayının bu vaqtda e'lon qilgan bayonoti va Türkiye parlamenti qonun komitetining raisi Yilmaz Tush bilan Türkiyening Berlindagi bosh elchisi Ali Kemal Aydin apandilarga yo'llagan iltimos maktubi har qaysi Türk matbuotlarida keng doirada yer elishga boshladi. Bo'libmi Türk matbuotlarida Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa apandimning agar bu kelishim Türkiye parlamenti tarafidan rasmiy ma'qullangan taqdirda uning zo'r bir insonlik fojiasining maydonga kelishiga sababchi bo'ladiganligi aniqdir. Xitoyning tub maqsadi bo'lsa bu kelishim orqali mazlum Uyghur xalqi bilan ularning birdan bir umidi hisoblangan Türkiye o'rtasidagi munosabatni buzish va Turkiyani butun davlatlar oldida e'tiborsizlashtirishdan iborat degan so'zlarga o'rin berildi. Türkiye bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi Xitoy Xalq Qurultayı doimiy komiteti tarafidan rasmiy ma'qullangan kundan e'tiboran Turkiyadagi va boshqa ellardagi Uyg'ur tashkilotlari o'zlari turishliq davlatlardagi Turkiya elchixonalariga, Turkiyadagi har qaysi partiyalarga, parlament a'zolariga va yerlik ommaviy tashkilotlarga orqa-orqadan murojaatnoma yo'llab, muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning bu jihatdagi andishalarini bayon qilish bilan birga, Turkiya parlamentining barliq a'zolarini yuqorqi anglashmani qat'iy turda rad qilishga va Turkiyada panohlanib turayotgan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishdan saqlanishga chaqirib kelmoqda. Bu masalada intayin kuchlik ishki va tashqi besimga duch kelgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 30 dekabr kuni bu vaqtda matbuotlarga izohat va tushuncha berishga majbur bo'lgan. U bu vaqtda qilgan so'zida hozirga qadar Xitoyning Uyg'urlarni o'tkazib berish talablarining Turkiya hukumati tarafidan izchil turda rad qilinishga uchrab kelganligini, mazkur kelishimni Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berish kelishimi deb tushunib olishning to'g'ri emasligini, Xitoyning bu kelishimni suiiste'mol qilishiga aslo yo'l qo'ymaydiganligini va Xitoy va boshqa davlatlarning terrorizmga qarshi turish bahonasi bilan begunoh insonlarga zulm qilishiga qarab turmaydiganligini bildirgan edi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Anqara universitetining o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmad apandim Dünya Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining bu vaqtda boshlatgan tashviqot harakatining Turkiyaga ko'rsatgan ta'siri haqida to'xtalib, mundaq dedi. Bu 2017 yılı Beijing'de Türkiye bilen Xitay o'rtasida o'zaro bu jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi tuzilgan ekan. Bu kelishim 26 dekabr günü Xitay Xalq Meclisi tarafından qabul qilinganligi xabari tarqalgandan keyin Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komiteti ciddi yig'in chaqirib, buni Türkiye parlamentida da qabul qilinmagan, parlamentni kutib turayotgan bu kelishimni qanday qilib
Tusumuz degan temada muzokara olib berildi. Bu muzokara neticesinde Türkiye parlamentidagi parlament a'zolariga, Türkiye'nin her qaysi davlatdagi elçilikleriga, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a ve her qaysi siyasi partininki rehberleriga maxsus xat yazıp bunun hata ekanligini bugün Xitaylar Uygurlar qarta irqiy qirg'inchilik olib berayotgan kunda bunu Türkiye parlamentinin bu kelishimni ma'qullashining hata ekanligini ifadalagan bu xat evatildi. Evatilgandan keyin Türkiye'de bulup şu ijtimoiy taratqularda nayeti zor g'ulg'uli paydo qildi. Hazır Türkiye'deki ijtimoiy taratqularda, axborotlarda parlament a'zolarining o'zlarininki Twitter ve Facebook hesapları da hükümetini bunu ötküzmeslikке, ma'qullamaslikka chaqirgan inkaslar qaytarildi. Bu hazır parlamentde kütüp etipti bu. 1,5 yıldan yakın Türkiye parlamenti deyken, parlamentde ma'qullangandan keyin önümge ega bo'ldiken, kaçan bu parlamentde kun tartibga keldiganligi taxi aniq emasken. Xitoy hukumatining pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbosni Amerikada Xitoyga qarshi uzun yillardan buyon aktiv faoliyat ilib berayotgan urug' tuqqanlaridan o'ch ilish maqsadida 20 yillik qamoq jazosi hukm qilganligining o'ttirg'i chiqishi dunyo matbuotlarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab kelmoqda. Bu munosabat bilan Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining a'zolari o'tgan yili 30 dekabr kuni Roshan Abbos xonim riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti bilan birga maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil razillarcha o'ch ilish qilmishini qattiq ayiblash bilan birga Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi jinoyatlarni to'xtatishga va Gulshan Abbos qatorliq barliq lager tutqunlarini qo'yib etishga chaqirgan edi. Ondan başqa yana bir qancha kundan buyon Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Robert, Amerikaning ba'zi palata a'zolari va yuqori darajalik amaldorlari o'zlarining Twitter hisoblarida orqa-orqadan bayonotlar e'lon qilib, Xitoyning bu xil qilmishini qattiq ayiblash bilan birga doktor Gulchan Abbos xonimni darhol shartsiz qo'yib berishni talab qilib kelmoqda. Bu masalada xalqaroning kuchli tanqidiga va besimiga duch kelgan Xitoy hokimiyati o'tgan yili 31 dekabr kuni Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirib, odam davolash va inson qutqizishdan boshqa gunohi bo'lmagan doktor Gulshan Abbos xonimni nomussizlarcha terrorist deb ayblash bilan birga tig' uchini yana Amerikaga qaratdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Reuters muxbirining Amerika Xitoydan Gulshan Abbosni qo'yib berishni talab qilyotdi. Xitoy taraf buningga qandoq inkas bildiradi degan savoliga javob berib, siz deyotgan Gulshan Abbos qonun organlarimiz tarafidan terroristik tashkilotga a'zo bo'lish, terroristik harakatlarga yordam berish va odam to'plab jamiyat omonligiga buzg'unchilik qilish jinoyati bilan qonunlarimizga mos holda hukmga mahkum qilindi. Ba'zi amerikalik siyosatchilarni paketlarga hurmat qilishga, yolg'on so'zlarni o'ydirib chiqarmaslikqa, atalmish Xinjiang masalasini ko'zir qilib davlatimizni qorlash va davlatimizning ichki ishlariga aralish harakatlarini to'xtatishga chaqiramiz deb jo'yladi. Pensiyaga chiqqan meditsina doktori Gulchan Abbos xonim Xitoy doiralari tarafidan 2018 yili 10 sentyabrdan beri g'oyib qilib etilgandan beri hech qanday izdirki bo'lmay kelyotdi. Biroq yaqinda uning oilasi Gulshan Abbosning 20 yillik qamoq jazosi hukm qilinganligi haqida xabar topshirib olgan. Gulshan Abbos xonimning Amerikadagi inisi doktor Rashad Abbos va singlisi Roshan Abboslar Xitoyning yuqorqi biljirlashlarining butunlay quruq tuhmatdan iborat ekanligini, o'zlarining hadisi Gulshan Abbos xonimning vatandagi Xitoyning qonuniga xilof keladigan hech qanday so'z va harakatda bo'lib boqmaganligini, Xitoyning faqatli Gulshan Abbos xonimning Amerikada Xitoyga qarshi vatan millat da'vosi qilayotgan urug' tuqqanlardan o'ch ilish maqsadi bilan yuqorqidagi bema'ni tuhmatlarni to'qib chiqqanligini, o'zlarining bu sharafli da'vodan hargiz to'xtab qolmaydiganligini, bundaq vositalar orqali Xitoyning hargizmi Uyg'urlarni haqliq da'vosidan chekindirmaydiganligini bildirishdi. Gulshan Abbos xonimning Amerikadagi inisi doktor Rashad Abbos apandi bo'lsa navbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi bo'lib, u Amerikadagi Uyg'ur jamoatchiligining shakllanishida, Xitoyga qarshi tashkillanishida va Amerikadagi Xitoyga qarshi milliy harakatimizning jonlanishida boshdan oxiri muhim rol o'ynab kelgan fidokor kurashchilarimizning biri bo'lib, Gulshan Abbos xonimning singlisi Roshan Abbos xonim bo'lsa, navbatda Amerikada Xitoyga qarshi aktiv faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va raisidan iborat. Roshan Abbos xonim Amerikadagi Tangritog' Uyg'ur o'quvchilar uyushmasining va Amerika Uyg'ur birlashmasining qurilishida muhim rol o'ynagan iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizning
biri bo'lib, u ilgari bu tashkilotlarning muavin raisi bo'lib vazifa o'tagan. 1996-yildagi Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayining qurilishiga bevosita qatnashgan. Afg'onistonda nahaqalda Guantanamoga tutib kelingan Uyg'urlarga bevosita tarjimonlik qilib, ularning oxirgi hisobda oqlanib qo'yib berilishida intayin halqiliq rol o'ynagan bo'lib, o'zi navbatdagi Dunyo Uyg'ur qurultayining eng aktiv vakillarining biridan iborat. Roshan Abbas xonimning yo'ldoshi Ablekim Idris apandi bo'lsa navbatda Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi bo'lib, u yana 1996-yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayining 2004-yili qurilgan hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayining eng asosli qurg'uchi a'zolarining biridan iborat. Gulshan Abbas xonimning Amerikadagi asosli tuqqanlarining yuqorqidagi siyosiy salohiyatlardan mustabid Xitoy hokimiyatining begunoh Gulshan Abbas xonimdan nima uchun qisos olganligini ro'shan ko'rib olish mumkin. Chet ellardagi bir qism tadqiqotchi va kuzatuvchilar Xitoy hukumatining tojisimon virus vaksinasini kozir qilib turib, Turkiyaning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishga yo'l ochadigan kelishimnomani ma'qullashga qistayotganligini bildirmoqda. Amerikaning Washington tekshiruvchisi gazetining xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi hozir Turkiyaga bu jihatda ko'rinarli besim ishlatmoqda ekan va buning uchun Turkiyani vaksina bilan ta'minlashni kozir qilib qo'llanmoqda ekan. Tadqiqotchi Adrian Zeniz bu vaqtda gazeta qilgan so'zida Xitoylar Turkiyadagi Uyg'ur jamoatining orasiga kirish uchun haqiqatan tirishyotadi. Ularning olli bir nurg'un josuslari bor. Ular Turkiyaning bu kelishimni tasdiqlashi uchun parda orqasida nihoyat zo'r besim qilyotadi degan. Turkiya Xitoy orasidagi jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi Xitoy xalq qurultiyi tomonidan ma'qullangan o'tgan 26 dekabr kuni Xitoyning tojisimon virus vaksinasini Turkiyaga yetkazilishini kechiktirishi kuzatuvchilarda gumon paydo qilgan edi. Xabarda yana Turkiya garchi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining muhim a'zosi bo'lsa-mu, ammo Erdo'g'an hukumatining Rossiya va Xitoy bilan munosabatlarini qattiq yaqinlashtirganligi. Agar bu kelishim imzolansa, Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlar uchun xavf hosil qiladiganligi bayon qilingan. Mahmud Qashqariyning Qashqar Opaldagi haykali ilib tashlangan bugungi kunda Yevro-Osiyo yozuvchilar uyushmasi tarafidan yaqinda xalqaro Mahmud Qashqariy hikoya yozish musobaqasida natijaga erishganlarga mukofot tarqatish murosimi o'tkazishi Uyg'ur xalqining butun milliy meroslarini yo'qotishga urinayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga berilgan eng go'zal javoblarning biri bo'ldi. Bu yil 6-qitimliqda o'tkazilgan bu musobaqaga Turkiya, Ozarbayjon, Balqon, Boshqirdiston, Uyg'ur, Moldaviya gagavuzlari, Iroq, İran, Afg'oniston va O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashgan edi. Ozarbayjonlik Narimon Abdurahmonla apandi yozgan Xarobiylar ostidagi aslimalar mavzuliq hikoyasi birinchilikka, Turkiyalik Orzu Tuproq xonim yozgan Dunyoning bir burjikida mavzuliq hikoyasi ikkinchilikka, Iroqning Turkman eli viloyatidan Kamal Bayatla apandim yozgan Oshiqning bilinmagan ahvoli mavzuliq hikoyasi uchinchilikka erishgan. Turkiya, O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari va har qaysi Turkiy millatlarining to'nilgan yozuvchilardan tarkib topgan baholash hay'ati tomonidan hikoyalar baholanib chiqilgan. Natijaga erishganlarning mukofotlari yaqinda tor orqali o'tkazilgan murosimda Turkiyadagi Yevro-Osiyo yozuvchilar uyushmasining raisi Yoqub Umar o'g'li apandi tomonidan tarqatib berilgan. Murosimga Ozarbayjon, Qozog'iston va Siprus Turk Jumhuriyatining yozuvchilar uyushmasi raislari ishtirok qilgan. 6-navbatlik Mahmud Qashqariy hikoya yozish musobaqasining burunqi musobaqalarga o'xshamaydigan tarafi shuki, bu yil mazkur musobaqaga hikoya avatgan davlatlarning soni eng ko'p bo'ldi. 23 Turkiy millatining yozuvchilari hikoya avatdi. Bularning ichidan ba'zi Turkiy millatlar bu musobaqaga tunji qitim qatnashdi. Masalan, Irondagi Qashqoyi turklar bilan Afg'onistondagi o'zbeklar musobaqaga bu yil tunji qitim qatnashdi. 23 davlat va rayondan ko'plagan yozuvchilarning qatnashishi bu faoliyatni uyushtirgan Yevro-Osiyo yozuvchilar uyushmasining mas'ullarini alohida mamnun qildi. Növətdə Şveysariyada yaşab turayotgan Uyğur qayrindoshlarimizdan Xoliq Abdurahmon apandim 2022 yillik qishliq olimpik yig'inining Beyjingda o'tkazilishiga qarshi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshlatilgan norozilik harakatiga qizg'in ovoz qo'shib, yangi yilning birinchi kunidan e'tiboran Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining oldida yolg'iz kishilik namoyish boshlagan edi. Oldingi kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa va muavin raisi Parot Yo'rinqosh apandilar Xoliq Abdurahmon apandimga alohida telefon qilib hol so'rdi va uning bu xil fidokorlik ro'yiga opirin etdi. Shveysariyada voleybol yetakchisi bo'lib xizmat qilayotgan peshqadam tanharakatchi Xoliq Abdurahmon apandim namoyish maydonidan o'zining yurak so'zlarini izhor qilib, tuvandagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi yerlariga aziz qarindoshlar. Bugun men yana 2021 yili 1-oyning 1-kuni Shveysariyaning Lozan shahridagi Xalqaro Olimpik komiteti oldida yolg'izlik kishilik namoyish qilyapman. Bu namoyish asosli maqsad Beijing 2022 yillik olimpik harakatiga boykot qilish.
Ben bugün bu faaliyetini Dünya Uygur Kurultayı'nın hem de rehberimiz Dolkun Eysa'nın çakırıga yakından masalaş için başladım. Bu faaliyetini 2022 yılı Beijing Olimpik hareketi başlangıçta elip verişini oyladım. Ahırsıda dünyanın her kaysi aylarındaki aziz kırındaşlarımızdan tenağı salamet, hizmetine utuqluq ve ailesiga baxt tilayman. Rahmat. Hürmetli televizyon köyçüler, yukarıda Dünya Uygur Kurultayı Toru Televiziyası Kündülük Haberler programısında diqqətinizə sunduk. Yaxtırıp köygünüňizə rahmet. Keyin qitimliq programmada görüşeýli. Görüşküçe aman boğaysılar. Xeyri hoş.